Assalomu alaykum, bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni muxlislari. Salomatmisizlar, kayfiyatinglar yaxshimi? Yana bir kun o'tib mana xonadoningizga kirib kelganimdan juda ham xursandman. O'zim bilan mehmon ham olganman, mana Farina xonam kirib kelyaptilar biz bilan birga. Keyin biz mehmondorchilik juda ham ko'p, mana aytilmaguga ham kirib boramiz. Mana Ma'mur akam bor, mana Husan akam, Siraj akam. Ismingizmi? Abdumanap akam borlar bugun mehmonimizda. Ishqilib choy-poy tayyormidi u? Kulmang. Aka dedingiz-a? Ha? Mayli, xo'p. Yirik kichkina. Bitta keling aka. Keting, aka, keting. Nima qilasiz oldimda kelib bunday ko'rinib? Qarang, aka dedingiz bo'ylar uzunliklariga. Shunda. Legincha bor-ku. Bu odamni ko'rsam siz men uchun bo'y uzun insondek ko'rmay qo'yarkansiz bu. Mayli, salomlashing. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi efirda. Bugun ham sizlarning kayfiyatinglarni ko'taramiz, xursand qilamiz. Milliy telekanaldan uzoqlashmasdan bunchalar zo'rsanni tomosha qiling. 1 2 3 bunchalar zo'rsan. Katta Qo'rondan kelishibdi, yelkamdan uringlar, O'ring. Ha, endi. Uylandingizmi? Yo'q-da. Maybuloqda qiz ko'p bitta. Katta Qo'rondan topamanmi? Maybuloqdami? Maybuloqda ko'p. O'zingiz so'pchilikka borib berasiz. Ha? O, ana. Tayyor. Ona. Bugungi intervyudan uyga kelin bilan bormasam bo'lmaydi menimcha. Bo'pti, mana so'pchilikka bor deydilar. Siz ammam, siz xolam bo'lasiz, bilasiz. Bildirmaymiz. Mana bor deylar. Tasavvur qilinglar, men kelin dadasi. Qani nima deb ko'ndirar ekansiz? Qani casting qilib ko'ramiz hozir. Mana boshlaylar, boshlaylar. O'zi sizda aytganingizda kuni bor. Mana nima deysizmi? Mana misol, to'xtang, mana kel deylar. Kuyov bola nima ish qiladi? Kuyov bolam anoda televideniyada nima edi? Qaysi ko'rsatib beradi? Bunchalar zo'rsan. Ya, u bachkana-ku, bo'lmaydi. Yo'q, bo'ladi. Toshkentda yuradi. Qancha oylik oladi? Oyligi qiziqtirmaydi, mayli, o'zi yaxshi bo'ladi. Barakasini bersin. U efirda ko'rganmiz-ku, ko'p qizlar yaxshi ko'radi-ku. Qizim baxtli qila oladimi? Yo'q, baribir ana katta qo'rg'onliklar allamaydi. Qayerdan quyosh chiqdi bu yoqda nima qilyapti? Aylanib. Aylanib keldik, shida turamiz. Ashetta yashashetta. Qachon bormi? Bor, xudo Qani? shukr. Rossiyada. Natashaning yonida. O'zlari bilmas. Yo'q. Mening yorim Moskvalarga ketdi. Ya mana pul jo'ratib turibdilarmi qilib? Ha, jo'natib. Uyda tomi yopildi, yangilandi. Hamma joy bo'lgan. Bo'ladi. Bitib ketdi Shu hammasi. yoqda pul tashab. Lekin o'zi ham kelmayapti endi. Yo'q. O'zini ham Natashalar olib ketib qolganmikin? Balki, o'ylamang. Baribir borshdan bir kun zerikadi-ku. Ha, shu, keladi. Massa va qozonga osh sog'ingan kun baribir qaytadi pochcha. O'ylamang, u qani mana hozir ko'rayotgan bo'lsalar, bizning nima gapingiz bor? Ana Natasha bilan ko'ryapti. Yaxshigina ishlang. Puldan ko'proq tashab turing. Mening yarim Moskvalarga ketdi. Yarim ko'rmaydi deb qirom etdi. Bu hafta kam keldi, nimagadir? Ha, o'zi Oraga bir kishi qo'shilganini qarang. shuni aytgan. Topsak sochini yuramiz, xudo xolis. Orqasidan boraman. Pochcha, ehtiyot bo'ling. Orqa oldingizga qarab yuring. Hoppa qattiq kuchga shaylangan hozir. Sog' bo'linglar, iloyim. Ko'rsumni ko'rasizlar? Yoqadimi yo'q? Yo'qadi. Nimasi? Kayfiyat ko'tarasizlar. Ash kulib turishim yoqar ekanda, to'g'rimi? Ko'rdinglarmi? Ana qanday qizcha? Eshitmadingizmi? Yo'q. Erga berib O sizni sevgilingiz? Ya. Bunchalar zo'rsan. Qachon gul berdingiz? Bermaganlar. Pul beraman. Pul beraman. Qarang, lekin bermaganlar deb pulni demak kutadilar sizdan. Hozir olib beramiz unda. Hozir olamiz. Necha yildan beri birga baxtli hayot kechiryapsizlar? 5 yildan oshdi. Qanday bo'lgan sevgi hissiylar? Ota-onalar roziligi bilan sovchilar orqali Uchrashuv bo'lgan. birga. Birinchi uchrashuvda qanday gul berganlar? Birinchi uchrashuvda masu zaksda berganlar, qizil atirgullar berganlar. O'zi ham bir oygacha so'limaganda. Juda ajoyib gul bo'lgan. Mehr bilan bergan ekanlar-da demak. Shunaqa shekilli. O'zi siz ko'proq jufti halolingizdan pul olishni yaxshi ko'rasizmi-ki, gul olishnimi? Kelasi ham. Gulmi, pulmi yoki shirin so'zlarmi? E'tiborli gaplarmi? Hammasi kerak oila uchun. Oila mustahkam bo'lishi uchun ko'proq kimni hissasi kattaroq deb o'ylaysiz? Ikkalamiz ham. Turmush o'rtog'ingizni 3 ta so'z bilan ta'riflang. Mehribona, sevimli yor. Nima desam yo'q demaydi, xuddi ko'nadi gapimga.
Demak, siz ham ushta so'z bilan ta'riflang. Yaxshi ota, oilaparvar, inson, turmush o'rtoq sifatida ham, ota sifatida ham juda oilaparvarlar, ro'zg'ori hammasiga juda yaxshilar. Demak, baxtlisiz ular bilan. Xudoga shukr. Sizda yaxshi ko'raman degan gapni bugun aytdilarmi? Siz uchun, farzandlari uchun Ko'p eshitdingizmi? aytadilar. Bugun. Aynan. Hozir. Bugun yo'q aytmadilar yo'q. Demak, aytishingiz kerak ekan. Ona sansiyomi? Xasta bo'lma jonim, ado bo'laman. Mendan oldin olma shom, o'lib bo'laman. Sizda javobingiz? Biz ham sizni yaxshi ko'ramiz. Siz ham vaqtingizga sog'-omon bo'ling. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Agar mana shu hayotiylarni uchta so'z bilan ta'riflasak, baxtli oila ekansizlar, nima so'zlar bilan ta'riflagan bo'lardinglar? Bular yaxshilar, men yaxshiman. Hammasi yaxshi bizda. Demak, sizlarni baxt tark etmasin. Har doim baxt bilan birga bo'linglar. Munchalar zo'rsan. Qarang, sevgan qiz bor-a? Hozirmi? Hozir. Yo'q. Ya, aldamang. Yo'q, o'g'il bola gap, hozir yo'q. Ha, tugadimi savollaringiz? Ha, qanday? Ha? Tugagan. Men unga huquqdan zarba berdim azizlar. Qarang. Ha. Hozir oyingizlarga telefon qilasiz. Xo'p. Uylanishga qiz topganingizda aytadigan bo'lsangiz, Har kuni aytaman, oyimga oddiy holda o'qib qoldi. Boray deydilar hozir. yana obunachilarga qiziqda. Xo'p. Mayli 50 ming so'm beraman. Asiga 100 ming beray. Qilmaylik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimilar, charchamayaptilar. Yaxshi, Allohga shukr bo'lsin. Rahmat. Bir nozik masala bo'yicha bir telefon qilyaptim ona. Xo'p. Shu men bir 70 xonali ko'nglimga yana bir xona ochilib, bir qiz kirib kelyapti hozir. Ambojonim, balajonim. Nima dey hozir shunga? Yoshim yetdi-ku meni ham. Ha, boramiz kim aka? Yaxshi, shu Toshkentda o'qirkan, hozir mana shu yil 1-kursga kiribdi institutga. Qosh ko'zlari o'zimday chiroylikkina, mana to'g'rimda turibdi hozir. O'rgilar. Bo'ldi, aytavering, hali uying lakajasini berdavering. Ha. Bo'ldi, rahmat ona. Onam ko'nib qo'yin lekin bunaqa ayzar. bilmagandim. Onam ko'nib qo'ydi, endi kelin topsam bo'ldi. Nomzodlar bo'lsa, direktga murojaat qiling. Kommentariyalarga yo'l. Kommentariyaga rasmini tashlaylar o'sha do'konlarning. Qayerlik? Bo'ldi. Aldaysan, Sardor. Bo'pti, bo'lib to'lashga 1 yillik foiz bilan qilib beraman. 50 mingni 72 ming qilib to'laysiz. Kuniga 1000 so'mdan. Bo'ldi. To'lamagan kuningiz pena yozaman. Bo'ldi. Gap. Mana 5 mi? 5. Bo'ldi. Endi navbat sizga. Endi yo'q, to'xtang, pul berishim kerak men sizga. Bermadingiz-ku, qani? Rostdan beryapti. Voy, suv ichamiz bugun azizlar. Pul sanayapman-da, hozir olmay turinglar. Nima 200 ming talikmi shunchalik? Ko'rdinglarmi azizlar? Xudoyim yaxshi ko'rgan bandasiga shunday, ham intervyudan pul berib qo'yadi, ham oylikdan berib qo'yadi. 50 ming deganmidim? Ha. Mayli. Bonusi ham bor. Bu 10 ming bonusi ham bor, mana 60 ming so'm. Rozimiz? Ha, men rozimisiz gapni qarang. Ertaga qarang, agar mabodo Xudoyim men bandam deb omadimni bersa, Abbosga o'zim pul bilan poddeshka qilib o'zim ko'targanman deb o'rmaysizmi? Maqomiysi edim deb. O'shna deyman, men bugundan keyin bo'ldi. Men Abbos bedimay ko'targanman deb olaman endi. Mana hazil o'zini yo'liga, men intervyuga roziman. Bu sizga. Ya hazilsiz mana. Ya behazil. Buni mendan keyingi ishtirokchiga yutsa yutmasa berasiz mana. Instagramda ko'rishadi. Shartingiz bajarsa berasiz. Men rozi. Bunchalar zo'rsan. Hozir qayerga ketyapsiz dugonangiz bilan? Dars qilishga. Qayeri go'zalisiz? Toshkentda. Bugun o'zingiz uchun qanday yaxshilik qildingiz? Angliskiy podkast eshitdim, John degan. Nimani tushundingiz aynan shu podkast orqali? Nimani oldingiz o'zingiz uchun? Disiplina qilish kerakligini, har kuni odam o'zi uchun vaqt ajratish kerakligini, o'zini ustida ishlash kerakligini. Demak, o'qishdan charchamayapsiz. Yo'q. Aksincha, u sizga motivatsiya beryapti. Kelajakdagi eng katta maqsadingiz nima? Katta odam bo'lish. Katta odam bo'lish. Qaysi davlatlarga sayohatga chiqmoqchisiz mana shu 5 yilning ichida? Yevropaga точно, xudo xolisa. Qaysi mamlakatlarga? Germaniya, aniq, xudo xolisa, Italiya, Fransiya. Juda zo'r. Amerikaga ham chiqmoqda. Kanada. Zulfiyaxon, odatda ota-onangizga yaxshi ko'rishingizni aytib turasizmi?
qiyin emasmi siz uchun bu gap aytish? Umuman qiyin emas. Oldin qiyinroq edi, hozir umuman qiyin emas. Lekin O'rganib ketadi odam. kimga juda kam aytyapsiz, men sizni yaxshi ko'raman deb? Yaqinlaringizdan. Ukalarimga bo'lsa kerak. Qaysi ukangizga hozir bog'lasak bo'ladi? Shu gapni aytsangiz bo'ladi. Aytyapsiz, boshlab olguncha. Yo'q, yig'lab orar ekanman. Keling bog'lanib ko'raylik. Mansur qaydasan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, tushunsan? Opam Tushunsan? Tinchlik nima bo'ldi opam? Ha. Tinchlik. Sen yaxshi ko'raman aytib qo'ydi ochidim. Alloh rozi bo'lsin. Bekorga emas eganingiz chiqmay qo'ydi. Sen yaxshi ko'rasan? Yo'q, opajonim. Siz yaxshi ko'rasan, kimni yaxshi ko'ryapman. Ha. Rahmat. Boringizga shukur. Boringga shukur sen ham. Ha, rahmat. Charchama. Bunasi kerak bo'lsa ayting opam. Ha. Bo'p, Rahmat. Boringizga shukur. rahmat. Qo'yir Zulfiya opa. Bu gap aytganingizda ko'ngillaringizda nimalar o'tdi? Qanday emotsiyalar bo'ldi? Shunaqa yig'lagim kelib ketdi, yig'lab yubordim. Yaxshi ko'rishmi, quvonchmi, sog'inch ko'z yoshlari? Sog'incham, yaxshi ko'risham, hammasi bittada. Bunchalar zo'rsan. Nima bor osmonda? Daraxt bo'lish niyatinglar bormi sizlarni bilmayman. Qiz bolalar o'sib ketyapti, biz bolalar cho'kib ketyapti nimagadir. Kayfiyat qalay? Allo. Uychilar bola chaqalarimiz yaxshi. Yaxshi. Bola chaqalar. Voy voy. Ye, ayzlar. Hali turmushga chiqmadingiz. Turmushga chiqmadim. Qachon bor? Qayerda? Ishda. Bilmaysiz. Hozirgi ayollar eri qaydaligini bilmaydi. Kim bilanligini bilmayapti. Bilaman. Qayerda? Ishdalar. Qayerda aynan? Poligonda, harbiy. Qachondan? Men uchun xizmat qilyaptilar. Bu yolg'on. Ataylab poligonda men telefonim ishlamaydi deydi pochcha. Telefonni shunday o'chirib, parkda yuribdi bittasi. Pochchangiz xiyonat qilmaydilar. Qattan bilasiz. Bilaman. Aniq. Mana sizdan oldingi birinchi muhabbatlarini bilasizmi? Birinchi muhabbat bo'lmagan. Qaqa. Pochcha yomon aldamsiz. Ya, mana maktab davrida hech kimni sevmaganman, hech so'ramagansiz mana uyda o'tirganinglarda. Dadasan maktab Faqat seni sevaman deganlar. mashinada ekan. Siz shunga ishongansiz. To'ppa-to'g'ri ayzlar. Baxtli bo'lganlar kelsa yerda gapiga ishonib yashaylar. Bu narsa hamma joyda bor. Hozir baribir mana xizmatda ekanlar pochcham avvalambor hozir. Shu insonni tanlaganingizdan mamnunmisiz? Mana baxtlisiz, to'g'rimi? Nimada baxt? Nima berdilarki siz baxtlisiz? Quvonch, baxt, ayol kishini qanaqa hurmat qilishi, qadrlashi, o'sha narsani hammasini men o'sha turmush o'rtog'imda ko'rganman. Hech mana biron joyga dam olgani ketadilar mana o'rtoqlar bilan, toqqa, bir ayashlarga. Necha marta telefon qilasiz, insof bilan ayting. To'g'risini ayting mana, ishdan asbaytlar necha marta qilasiz? Har soatda qilaman. Kuniga bir 7 marta deylik, ha? 7-sida nima deb erkalaydilarki telefon qaytib qilmaysiz. Uydan ketganingizdan keyin mana yangi uyga bosib kirguncha uyingizni sog'inib, uydagilarni sog'inib yig'laganmisiz? Voy, hozir adam bilan ko'rishganman. Yo'q. Yaxshimikan? Yaxshilar. Mana sizlar yomon aktrisa bo'lasizlar. Nega? Mana turmushga chiqishingizni o'sha to'yingiz bo'lishidan bir 3 oy, 5 oy oldin bilgansiz, to'g'rimi? Bilaman. Bilgansiz. Nimaga aynan to'y kuni yig'laysizlar? Chunki Xuddi dabdurustda erga tegib ketayotganda dadaga qarab yig'lab. baribir. Bir kun oldin yig'lab qo'ysangiz bo'lmaydi dadangiz o'ziga. Yo'qda, har kuni yig'layman. Odamlar nima deydi, to'g'rimi? Yig'lamadingizmi? Bugun dadangiz bilan oyingizga yaxshi ko'rishingizni ayting. Adajon, oyijon, sizlarni yaxshi ko'raman. Boringlarga shukur. Ikkinchi oyijon bilan dadajon geçmagan. Oyijon, adajon, sizlarni yaxshi ko'raman. Meni shunchalik o'z qizinglardek tarbiya qilganinglar uchun, o'z qizinglardek yordam berib, Hayda bormaganinglar uchun. sizlarga rahmat. Sog' bo'ling, opa. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatlar qalay? Zo'r. Onajoningizni xafa qilmayapsizmi? Xursand qilyapsizmi? Yutuqlaringiz, o'qishlaringiz, muvaffaqiyatlaringiz bilan? Nechta farzandsizlar oilada? 3 ta. Eng kattasiz. Kattasi. Ikkita o'g'il, ikkita qiz, qanaqa? Ikkita o'g'lim bor yana. Ko'proq o'g'illaringizni erkalaysizmi yoki qizingiznimi? Erkalayman, me'yorida hammasini birdek. Farzandlaringiz ko'proq sizni qaysi taomingizni mazza qilib iste'mol qilishadi va takroran yana pishirib bering deyishadi. Hamma ovqatlarimni yaxshi ko'radi. 2026-yildagi niyatlaringiz, orzularingiz nima bo'lyapti? Orzularim ko'p. Xudo xolasa shu qizim sertifikatlarini hammasini yaxshi natijalarda olsa, eng birinchisi shu orzuyim. Nima deb o'ylaysiz? Farzand tarbiya qilishda ko'proq nimasiga ahamiyat berasiz? Ta'limiga ham e'tibor beraman. Uyda tarbiyasiga ham hammasini birdek olib ketamiz. Qattiq qo'l emasmisiz? Qani sizdan so'raylikchi, onajoningiz qattiq qo'l emasmilar? O'qishda yoki ishda, uy vazifalarida?
O'rtacha. Ba'zida qattiqqo'l, ba'zida juda ham mehribon. Onajoningizga qachon men sizni yaxshi ko'raman dedingiz? Hozir ayta qoling. Marhamat. Men sizni yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman. Assalom. Siz uchun qiyin emasmi bu gapni aytish? Ko'p aytadi. Ko'p kechirim so'raydilarmi, men sizni yaxshi ko'raman deydilarmi? Yaxshi ko'rishini ko'proq aytadi. Bunchalar zo'rsan. Hormatsizlar? Agent 007. Bu nima bu chumani? Sumka. Ha, mana kerak emas. O'zgacha-ku bu. Qaydan oldingiz buni? Bozordan. Zo'r ekan, qulaymi? Ha, qulay. Ichiga nima solsa bo'ladi? Pul. Pul, mayda chuyda narsa, zarating, parating shu. Esingizmi nima? Hasan. Yo'q. Egizak bormi yo'q? Bor. Qayerda? Buxoroda. Ibixay. Au Buxoroda. Siz bu yerda divona qilib yuribsiz bu yerda. Yo'q, o'qish. Qayerda o'qiysiz? Tekstilniyda. Yo'q, biz ko'p boramiz, ko'ringiz. Mana onajon, biz tekstilni ko'p boramiz. O'g'lingiz darsda o'tirmaydi. Chunki ana birinchi kursdan bitta qiz topgan. O'shani kuzatib borishga chiqadi har kun. Ketib bo'ldi o'zi. Yaxshi ko'rasizmi uni yo'q? Yaxshi ko'raman. Ismi nima? Men ko'rgan Hasanlar dadil bo'lgan shu paytgacha. Avvalo eng yaxshi ko'raman, birinchi o'rinda ona. Ana. Ular keyingi o'rinda. Ana. Himoya qilindi hozir o'zini o'zi. Birinchi muhabbatingiz ismi nima edi? Edi-ku. Birinchi muhabbatim nazokat bo'lgan. Nazokat. Maktabda. Ha. Sinfdosh. Yo, kichkina sinf. Kollejda bo'lgan, maktabda emas. Muhabbat qissalari. Ha, shu. Umr soqmoqlar. Har birinchisi bo'ladi. Sevgi fazosi. Hayot xatosi. Mana nazokat bizni ko'rayotgan bo'lsa, nimaga ushlab qolish harakat qilmadingiz shuni? Vaziyat to'g'ri kelmaganda endi o'sha vaqt. Yerga tegdimi? Balkim tekkan bo'lsa kerak. Ha, aloqalar uzilib ketgan, shuni bilmaysiz. Shunaqa. Tasavvur qiling, bunga ting'itib SMS kelsa. O'sha nazokat. Sabab nima bo'lmasligi? Bitta xato yana baribir takrorlanaveradi. Ya, u sizga tingitib yozdi-ku. Hop. Hasan aka yaxshimisiz deb mana tagidan nima deb yozasiz? Tasavvur yozishyapmiz. Men nazokatman haliga. Kollejdagi. Men Abbosman, lekin hozir nazokatman. Hasan aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men hozir adashdingiz. Men nazokatman kollejda, esladingizmi? Ha, esladim. Va'da berib senga uylanaman deb. Sen hali to'ying bo'lmadimi? To'ydan xabaringiz bormi? Mazgi. Ha, to'y bo'lgan, o'sha bitta bolasi ham bor. Oq libosda ko'rganingiz nima o'tdi ichingizda? Yig'lamang. Mayli, xolos. Muhim baxtli bo'lsin. To'ppa-to'g'ri. Muhim baxt. Muhim baxtli bo'lsin. Qachon to'y? Qachon Buxoroga boramiz? Buxoroyni addonmash. Qani. Avgust oylarida bo'lib qolar, nasib bo'lsa, yaxshi niyat. Hasan birgami yo Birga? Birga. Fatima Zuhra topinglar. Topilmayapti-da. Hurmatli Fatima Zuhralar. Ikkita yaxshi Hasan Husan bor. Husan yaxshi, Hasan satchatoqroq. Salomat bo'ling. Charchamang. Bunchalar zo'rsan qo'yasiz. Bunchalar zo'rsan. Buxoroliklarga alangali salom. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Kuningiz qanday boshlandi? Zo'r. Zo'r. Nevarangiz bilan qayerga ketyapsiz? Bugun ularni aylantirishga olib chiqdingizmi? Aylantirishga. Nechta nevarangiz bor? 5 ta. Bular eng kattalari. Da. Xo'p, ana hozirdan nevarangizga ko'proq nimalarni o'qitirib borishga harakat qilyapsiz? Avvalambor bu ham pianistka. Aha, aynan siz ham mana fortepiano, ya'ni pianist bo'lish uchun ishtiyoqni nimadan olgansiz? Kimdan olgansiz? Kimga havas qilgansiz? Ko'rganman chalgan odamlarni, konsertlarda ko'rganman, juda ham yoqqan menga. Xuddi shunaqa. Agar mana hayotingiz film qilib ishlanganida unga nima deb nom qo'ygan bo'lardingiz? Go'zal hayotim. Go'zal hayot. Hayotingiz nima bilan yoki kim bilan go'zallashdi? Mani farzandlarim bilan. Nevaralaringizdan aynan qaysi birlari sizga juda ham ko'p bujon sizni yaxshi ko'raman deyishyapti? Kichkinasi. Farzandlardan-chi? Farzandlardan ham kichkinasi. Eng kichigi. Da. Xo'sh, ismingiz? Laylo. Laylo, bujoningizga oxirgi marta qachon sizni yaxshi ko'raman deb quchoqlab qo'ydingiz, yuzlaridan o'pib qo'ydingiz? Kecha. Hozir ham Laylo, bujoningizni quchoqlab turib, men sizni yaxshi ko'raman, bujon hayotimda borligingiz uchun sizga rahmat deya olasizmi? Da. Marhamat. Sizni yaxshi ko'raman bujon. Siz kimga aytyapsiz yaxshi ko'rishingizni? Mana farzandlaringizdan eng kichik, ya'ni kenja farzandingiz aytayotgan ekanlar. Nevaralardan ham eng kenjasi. Sizchi, siz o'zingiz kimlarga aytyapsiz bu gapni? Bilasizmi, zo'r o'quvchilarim ham bor. Ularga ham aytaman. Turmush o'rtog'ingizgachi? Albatta. Albatta. Xo'p, ular sizga ko'proq pul beradilarmi yoki pul beradilarmi? Rostini aytsam pul beradilar. Sizga pul kerakligi uchun, to'g'rimi? Xo'p, men sizni yaxshi ko'raman, jufti halolim degan gapni-chi aytadilarmi? Nima bir xil payt.
Basta. Bunchalar zo'rsan. Qayerga ketyapti ishga? Dokumental ishim. Hayot tashvishlari boshlandi xullas. Katta bo'lib qoldik-a. Mana sizni ham mana uydagilaringiz mana tushlik payt obedda uxlatib anaqa qilisharmi? Qilishar. Uxlamaysiz-a? Yo'q. Hozir aytsa uxlaysizmi? Jon. Kechgacha turmayman. Hozir orzu uxlash. Mana kuniga o'zi necha soat uyquga ketyapti? 4-5 soat. 4-5? Voy bechara. Mana nechida uxlayapsiz kechqurun? 1da, 2da. 2da. Shu bilan ertalab Ertalab uxlab turaman 6larda. shunday insonlar bor-a. Nima qilasiz 6dan turib? Gapirib turib uxlayman deydi. Nima qilasiz mana ertalab 6dan kun tartibingiz qanaqa? Turaman, choyimni ichaman, shu kiyinib o'qishga ishga kechib tayyorlanaman. Voy bechara. O'zi mana hayot tashvishlari sekin-sekin boshlanadi, to'g'rimi? Eng hozirgi kundagi shirin tashvishingiz nima? Ya'ni nimaga erishish niyatida yuribsiz? Biznes qilish plan qilib yuribman. Biznes woman bo'lmoqsiz. Nima biznes aynan? Bo'sh yerimiz bor, o'shani nimadir qilib foydalanish o'ylab yurdim. Voy, siz necha yoshsiz hozir? 21. 21 yoshda yer bilan ish qilyapti, o'zi ko'ryapsizlar o'zingizlar. Bu boshqa level degani. Bugungi siz yaxshi ko'radigan so'zingizni kimga yo'llaysiz? Oyimga. Xo'sh. Oyi, sizni yaxshi ko'raman. Nima uchun yaxshi ko'rasiz ularni? 3 ta sabab ayting. Rahmat. Mana shu dunyoga keltirganlari uchun, shu darajaga yetkazganlari uchun va mana maqsadlarim uchun, o'qishlarim uchun, hamma narsa uchun erkin qo'yib, mana ishonib qo'llab-quvvatlayotganlari. Baxt nimada siz? Menimcha uydagilar, atrofdagi sizni yaxshi ko'rgan insonlar sizga ishonib, sizni qo'llab-quvvatlashi. Ularning o'zini borligi shunchaki. Borligida. Mayli. Yaxshi yetib oling. Bunchalar zo'rsan. Albatta, intervyularimizni bugun futbol jamoasi tuzib berdim men bir kishiga. Menga afsuski jahon chempionatidan O'zbekiston terma jamoasi chiqib ketdi. Endi kim? Nafaqat O'zbekiston milliy terma jamoasi, balki Osiyodagi jamoalar ham chiqib ketishdi. Koreya ham chiqib ketdi, Yaponiya chiqib ketdi, Turkiya ham chiqib ketdi. Turkiya chiqib ketdi. Kim mana bu yilgi mana jahon chempionatining kubogini bunday ko'tarishni istaysiz? Fransiya. Mana Fransiya yutsa, biron nima ayting, men sizga o'sha narsani olib berishim kerak. Nima? Rostdan ham naoshing so'raysan har doim. Olib bermadilar hali beri. Voy mamraga. Sindirib qo'ydilar o'zlari. Bo'pti, mana. Men senikini olay degandilar, sindirib qo'ydilar. Shuni hali olib berganlar. Agar Fransiya terma jamoasi jahon chempionati yutsa, men sizga haligindan sovg'a qilaman. Ana, katta bor kimda quloqqa taqiladi. Qadrli yurtdoshlar, omon bo'ling, salomat bo'ling. Izohda siz ham yozib qo'ying. Endi qaysi jamoa jahon chempionlikka da'vogar? Jahon chempionatiga. Jahon chempionatiga chempion bo'lishlikka da'vogar. Azizlar, siz Milliy telekanalda bunchalar zo'rsan ko'rsatuvni tomosha qildingiz. Ertaga ham bizni tomosha qiling. Har kuni biz bilan birga bo'ling. Kayfiyatingiz a'lo bo'ladi. Milliy telekanalda barcha ko'rsatuvlarni muntazam ravishda ko'rib boring. 1 2 3 bunchalar zo'rsan.